Menga qara. Uylarning ahvolini qara. O'tinlarni vobshe yig'ishtirmabsan. Bularni gapirmasam ham bo'ladi. Qachongacha tana urqayda hamyonni yig'ishtirib turishim kerakmi? Bolam sendan tozaroq yashaydi. Qachongacha o'zi biznikida yashamoqchisan? Shu bir ahmoq chiqmadi, seni uzatib qutulmadim. Ma'nulani Farhod aka, keldingizmi? Biz seniz bilan uylarni yig'ishtirib turdik. Ha, eshitdim. Siz singlim? Mana oshxonada kutib tur. Malades. Mani uyimda, mani joyimda o'z singlimga shunaqa munosabat qilyapsanmi? Uyimda ilon saqlab yurganimni bilmagan ekanman-da. Afruza, sen bilan tanishganimizga 2 yil bo'lgan bo'lsa, u bilan bitta qorindan tushganmiz. Singil tug'ib beradigan ota-onam yo'q endi. Siz noto'g'ri tushundingiz, Farhod aka. Menga qara. Mani uyimda, mani joyimda jigarimni xafa qilishga hech kim haqqi yo'q. Hatto sen ham. Kechiring meni. Agar men shu uyda yashamoqchi bo'lsang, qaytib bu xatoni qilma. Kechiring meni. Bor ishingni qil. Singlim? Lavi akajon. Singlim? Kechir meni. Sana holatini bilmaganim uchun. Aytgancha, kecha aytgan ko'ylagingni bugun olamizmi? Oylikka oldim. Oyda bir bor yo'qolmadim makam bo'lib, sog'inchlardan monchoq ko'zim